Bu bitch bu. İchib, faqat ichib, ashada qizlarga qarab o'tiradigan bir qanaqadir bir tekinxo'rsan sen. Nafaga 30-33. Moshdan ichib bir kirib chiqaylik qani. Nimalar bor? Oy. Ey, baqirma. Men ular tashqariga otamiz. Axlatlarni qaranglar. Kimi mashinasi bu, ay? Shunaqa ham bir kir mashina bo'ladimi? Tappaydi mashinasimi bu? Bu ham rosa ichadi-ku. Mashinani tez haydab yuborgan shekilli. Orqaga ko'yni aynib ichgan bu. Aniq. İchib turib mashina haydagan, orqasiga o'tib olib turib, ozgina qusgan, ko'p emas, ozgina qusib qo'ygan ekan. Mashinani mana qirilgan joylari bor. Qirilgan joylarini mana unda keyin bilmaydi. Rang sochilganmi desa, yo'q, mashina yangi deymiz. Hech qanaqa rang sochilmagan. Kraska o'ziniki deymiz. Kraskasi toza. Sotish shunaqa bo'ladi-da mashinani. Nima, u ko'chirib ko'rarmidi kraskasini? To'g'rimi? Olayotgan odam ko'chirib ko'rmaydi-ku. Kraska toza deb turib o'tkazib yuboramiz. Rihtop yog'ilamiz bu yog'ini. Rihtop yog'ilarganmiz. Tamam. Yo. Tam 2 marta turdim bu o'zi. Mana men ularni qotirishimiz kerak. Mana. Missiya bajarildi. Hoppa. Ye, fotoapparat topdimi? Bo'ldimi? Mashina tayyor, mashina. Bo'ldi, mashina tayyor. Kalit. Mashinani kalitimi bu? Qani? Mashinani kalit. Mashinani kalit ekan. Uzr, tappak, uzr bilmadim. Voy, bilmadim. O'latayman. Mashina men o'lay. Mashina men o'lay. Mashina qochdik bu yerdan, tezda qoch. Tezda qochish kerak uyga. Davay. Hech nima bo'lmaganda uxlab olamiz. Full sleep. Hech nima bo'lmagan. Bir uxlasak o'tib ketadi.